aytayotgan san'atkorlarga, do'stlarimizga, ukalarimizga avvalo xursandman. Mana shu qo'shiqlarimiz yoqqan ekan, shu qo'shig'imiz hayotligidan, mana shu elga yoqqandan shu aytishyapti. Shogirdlardan kelsa, mana Tohirbek Mahkam Qo'qondan shu ukamiz ham shu mana ko'plab qo'shiqlarimizni ijro etgan. Shulardan biri mana shu Qandoqchiday qo'shig'i ko'p elga mashhur bo'lib ketdi. Mana buni Dilshod Rahmonov ukamiz ham Tohirbekdan o'rganib aytib, muxlislarim juda ko'plari telefonlar qilishdi. O'zim ham televideniya orqali, radio orqali eshitishlarini ko'rdim. Xursandman shu yigitlardan, ukalarimizdan, shogirdlardan. Ana shunday buzmay, chiroyli shu talqinda aytilsa, hofis xursand bo'lar, yaratgan inson xursand bo'laveradi. Endi biz bu qo'shiqni shu 90-yillar yaratganmiz, shu Qandoqchiday qo'shig'ini yaratilishi ham bir ajoyib bir qo'shiqchi Muhammad Karim Soyib degan bir do'stimiz Voyalanjon alam qo'shig'ini aytganda shundan ilhomlanib shu Qandoqchiday qo'shig'ini yaratganmiz. Va shunga ham bir 18 yil, 17 yil bo'libdi. Hozir Tileklan qarshisidagi do'stlarimizga, muxlislarimizga shu Qandoqchiday qo'shig'ini aytib bersin. Marhamat, tinglaymiz. Hayolimdan o'tib tursang, Qandoqchiday zindan taqib yetib tursang, Qandoqchiday. Hayolimdan o'tib tursang, Qandoqchiday zindan taqib yetib tursang, Qandoqchiday. Mehrimga zor ekaningni tutib pinhon, beparvoday ketib tursang, Qandoqchiday. Mehrimga zor ekaningni tutib pinhon, beparvoday ketib tursang, Qandoqchiday. Qandoqchiday, Qandoqchiday, Qandoqchiday. Do'stlarimdan meni so'rab, lek o'zimga aytar so'zing yutib tursang, Qandoqchiday. Do'stlarimdan meni so'rab, lek o'zimga aytar so'zing yutib tursang, Qandoqchiday. Suratingga boqsam yetib bag'rimni qon, nigohingla otib tursang, Qandoqchiday. Suratingga boqsam yetib bag'rimni qon, nigohingla otib tursang, Qandoqchiday. Qandoqchiday, Qandoqchiday, Qandoqchiday. Bir vaqtlari meni kutgan eshigingdan begonalik kutib tursang, Qandoqchiday. Bir paytlari meni kutgan eshigingdan
sevgilim dilde mengu Neyleyiz ya ilk sevgilim dilde mengu Hancer kabi batıp dursan pandoqchida Hancer kabi batıp dursan pandoqchida Qandoqchiday 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 Mana aziz teletomoshabinlar, ko'rsatuvimiz ham o'z poyoniga yetib bormoqda. Hamjon aka, sizga qimmatli vaqtingizni ayamay tashrif buyurganingiz uchun o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Kelgusida sizdan yana yangi qo'shiqlar kutib qolamiz. Yana oynaga xonor qilib uchrashguncha xayr, sog', omon bo'linglar.